Xo'p, mana videoni montaj ham qilib bo'ldim. Nihoyat YouTube'ga joylasam ham bo'ladi va YouTube'ga ham joylandi. Mana bo'ldi. Menimcha men buyurtma bergan narsalar ham kelib qolgan bo'lishi kerak. Kelishilgan pullarni olib olaman hozir o'zimga va keyin tashqariga chiqib qaraymiz. Kelgan bo'lishi kerak aniq. Tak, va bo'ldi. Mana nihoyat pullarni ham oldik. Va bo'lmasa, mana bu janob ham kelibdi. Salom janob. Salom, yaxshimisiz? Mana buyurtma bergan narsalaringizni ham olib keldim. Kelishilgan pulni bering va sanduqdagi narsalarni tekshirib olishingiz mumkin. Xo'p, mayli, narsalar joyida birodar. Mana sizning pullaringiz bemalol ketishingiz mumkin. Mana 3 stakka kelishgandik. Rahmat, ketavering bo'lmasa. Mayli, rahmat bo'pti, men ketdim. Mana bu janob ham ketdi endi. Tak, endi do'konni qurishni ham boshlayman. Avval fermadagi ishlarimni qilishim kerak. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Riyad. Xush kelibsiz yangi videoga. Albatta, video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring. Bo'lmasa videoni boshladik. Bugungi videoda uyimning yonidan almazli do'kon ochmoqchiman. Albatta, birinchi bo'lib fermadagi ishlarimni qilib, keyin bemalol ochsam ham bo'ladi do'konimni. Bo'ldi. Mategamni ham olib oldim. Janob, hozirgina turib narsa buyurtma bergandim. Tak, avval obunachilar yuzimni yuvib olamiz. Mana bo'ldi. Yuzimni ham yuvib oldim. Endi fermadagi ishlarni qilib qo'ymasam, mer haydab yuborish mumkin bu yerdan. Mana birinchi bo'lib mana bu ekinlardan boshlaymiz. Obunachilar, sizlarda hammasi joyidami? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bo'lmasa, anchadan beri kanalda ham video chiqmadi. Chunki obuna bo'lish juda ham kam. Hali ham 14 tamiz atiga. Davay, obunachilar birga qilish kerak. Sizlarga juda ko'p aytaman, baribir foydasi bo'lmayapti. Davay, mana shu videodan keyin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosasizlar, davay. Tak, mana bu yerga bug'doyni ekamiz. Bo'ldi. Mana bu yerga bug'doyni eksak, qolgan joylarga ham mayli, mana bu qatorga ham ekib qo'ya qolaman, davay. Mana bu yerga sabzilarni eksak bo'ldi. Ozgina ham qoldi. Keyin merga topshirib kelamiz bularni. Va bu yerga ikkinchi qatorga kartoshkani ekamiz. Chunki kartoshka juda ham ko'p yaxshi hosil beryapti. Bugungi hosilda sabzi ko'proq beribdi. Mayli, hech qisi yo'q. Endi merga topshirib kelamiz. Ishqilib mer uyida bo'lsin. Taqillatamiz yo'q-mo'yo. Mer. Menimcha mer uyida yo'q ekan, Tak, qayerga qo'yib ketsak, mana bu yerga qo'yib ketsak, o'zi kelsa olib olaveradi. Janob, mer menimcha shaharga ketgan. Bo'ldi, va mana bu yerga bo'ldi. Ishlarimizni ham qilib bo'ldik fermadagi. Albatta, eshikni yopish esdan chiqmasligi kerak. Aytib bo'ladimi, merning uyiga o'g'ri kelib qolishi mumkin balki. Mayli, mategamni qo'yib qo'ysak. Yo'q-mo'yo, nimaga bak bo'layapti mana bu eshik janob. Bo'ldi, mategani qo'yamiz. To'xtanglarda bitta juda yomon chanqab ketdim. O'shaning uchun suv ichib olamiz. Hozir quduqqa boramiz. Bo'lmasa, davay. Tak, mana bu suvni olamiz va mazza qilib buni ichamiz, davay. Xo'p, ichib olamiz va bo'ldi. Yo'q-mo'yo, janob, mana bu yerni buzib ham yubordim. Mayli, joyiga qaytarib qo'ya qolamiz va bo'ldi. Endi ishlarimizni qilsak ham bo'ladi. Mana bu butilkani, ya'ni o'sha narsani joyiga qo'yamiz va ferma emas, yo'q, qanaqa ferma janob. Do'konni qurishga tushsak, to'xtanglarda. Bu kirkani ishlatib qo'ya olmayman, bo'lmaydi chunki uydan o'zimga kirka olib chiqaman, kirka va tapor.
Avval mana bu narsalarni joylashtirib chiqamiz davay. Tak, mana bu yerni olamiz, mana bu yerni birinchi ochratda. Tak, endi mana bunday qilib chiqamiz davay. Jenolson xato ketib qoladi har doimgidek. Yerga. Va bu yerga. Bu yerdan chiqish yo'lagi bo'ladi endi. Va mana buni ham qo'ysak, chotki va bu yerga, mana bu yerga bitta va pechkani yon atrofiga ham qo'yib chiqsak normalli bo'ladi. Pechkadan tepaga qo'yamiz va bo'ldi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Eshikni yopib qo'ya qolaylik. To'xtaylarda. Tak, normalli boshqa qo'yishimiz kerakmi, qo'ymashimiz kerakmi? Normalli mana bu yerga ham qo'yib qo'ya qolaylik. Qolgan joyga ham qo'yamiz mana bu yer. Va mana bu o'rta ochiq qolish kerak. Chunki xaridorlar o't olmashligi mumkin-da bu yerdan. Bo'ldi. Qolganini uyga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Qolgandan baba keyin ham foydalansak bo'ladi va bo'ldi. Endi narsalarni joylashtirishim qoldi. Va narsalarni joylashtirib bo'lgach, yana ekranni yoqaman. Chunki sizlarning ham vaqtlaringni olish niyatim yo'q. Qani bo'lsa ketdi. Hamma nihoyat ham joylashtirib ham bo'ldik. Endi bir tashqaridan yana uzoqroqdagi ko'ramiz va juda ham ajoyib do'kon bo'ldi, albatta va bo'ldi. Mana nihoyat qilib ham bo'ldi. Endi xayrlashsak ham bo'ladi. Keyingi kadrlarni ko'rsatmasam ham bo'ladi, chunki video juda ham cho'zilib ketadigan bo'ldi. Barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan riyat bo'ldi. Albatta videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.